Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz demak bosh va orqa miya haqida gaplashamiz. Demak, bosh miya lotinchada olinganda cerebrum deb nomlanadi. Demak, biz bundan avvalgi darslarda asab tizimi haqida umumiy tushuncha bergan edik. Endi e, bosh miya va orqa miya haqida va ularning bo'limlari haqida tushuncha berib o'taman. Hop, keyingi slayd. Demak, quyidagi atamalarni va ularning ma'nolarini biz bilishimiz kerak. Neyron demak, nerv hujayralari bo'lib, turlicha shakllarga ega. Neyronning uzun o'simtasi akson deyiladi. Kalta o'simtasi demak dendrit deb nomlanadi. Neyronlar bir-biriga bog'langan joyini demak sinaps deb nomlanadi. Nerv tolalari bo'lishi mumkin, sezuvchi va harakatlantiruvchi. Gangliyalar, demak, ular nerv tugullari hisoblanadi. Markaziy nerv sistemasi bosh va orqa miyadan tashkil topgan va periferik nerv sistemasi bosh va orqa miyadan chiqadigan nerv tugullari, nerv o'zaklari va a'zolarning o'zida joylashgan nervlar, demak, bu periferik nerv tizimiga kiradi. Endi miya. Bosh miya barcha fikrlar, his-tuyg'ular, harakatlar bilan tananing asosiy, demak, qo'mondonlik punkti hisoblanadi. Bosh miya suyagining, demak, bosh suyagining miya qismida joylashgan hisoblanadi. Uchta qobiq bilan qoplangan. Demak, qattiq qobiq, eng tashqarisi, tashqi tomondagi qobiq bu burmalarni hosil qiladigan qobiq hisoblanadi. Qon tomirli. Demak, qattiq qobiqning tagida joylashgan qobiq bu qon tomirli deyiladi. Bu miyani oziqlantiruvchi tomirli parda hisoblanadi. Va uning tagida, ya'ni qon tomirli pardaning tagida bu yumshoq, demak, parda joylashgan. Bosh miyadan chiqadigan, demak, kranial bosh miya 12 ta juft nervlari bor. Buni ham hozir keyingi saytlarda ko'rib chiqamiz. Va inson miyasining o'rtacha massasi 1100 dan, demak, 2000 grammgacha bo'lar ekan. Bosh miyada oq va kulrang moddalar bor. Mavzularni ko'ramiz. Demak, bosh miyaning bu, demak, tuzilishi, bosh miyani ikkiga bo'lib ko'ryapmiz. Sagital sath o'tkazib ikkiga bo'lganmiz va bosh miyaning quyidagi qismlari bor. Birinchisi bu stvol yoki ustun deb nomlanadi. Ikkinchisi bu miya yarim sharlari hisoblanadi. Stvol deganda qayeri u? Mana stvol deganda, mana lazerga qarasangiz, mana shu joyi, demak, stvol miya yarim sharlari bo'lsa, mana shu qismi miya yarim shari hisoblanadi. Endi massasi chaqaloqlarda 450 gramm, katta yoshdagi insonlarda bu deyarli 2000 grammga yaqin bo'ladi. Neyronlarning soni 100 milliard, demak 100 milliard neyronlardan tashkil topgan. Demak, hop, biz eslab qolishimiz kerak bosh miyaning quyidagi qismlarini. Demak, mana shu joy uzunchoq miya ko'prigi, o'rta miya, mana shu joyi miyacha, mana shu joyi, mana bu joyi gipofiz hisoblanadi. Mana shu joyi gipotalamus, mana shu joyi epifiz yoki epitalamus deb nomlanadi. Keyin oraliq miya. Mana shu joyni, demak, oraliq miya deb nomlanadi. Hozir birin-ketin bu bosh miyaning qismlariga, demak, to'xtalib o'tamiz va ular qanday vazifa bajarishini ham ko'rib chiqamiz. Masalan, mana yashil bilan bo'yalgan qismi, demak, buni uzunchoq miya deb ataladi. Buning ikkita vazifasi bor. Demak, birinchisi o'tkazuvchanlik va reflektorlik. O'tkazuvchanlik deganda,
Demak, bu yashil bo'lib turgan uzunchoq miyaning pastida, demak, orqa miya boshlanadi. Orqa miyadan keluvchi nerv impulslarini yuqoriga o'tkazish va yuqoridan keladigan nerv impulslarini orqa miyaga o'tkazib yuborish vazifasini bajaradi. O'tkazuvchanlik deganda reflektorlik degani, demak, bu joyda nafas olish, hazm qilish, yurak ishi va himoya markazlari joylashgan hisoblanadi. Endi sal teparoq ko'tarildik. Bu miya ko'prigi deb ataladigan joy. Buning ham ikkita vazifasi bor. O'tkazuvchanlik va e, ikkinchisi reflektorlik. Ya'ni mana ko'z soqqasini, yuz muskullarini, demak, boshqaradigan qism hisoblanadi. O'rta miya yana ham teparoq ko'tarildik. Buning endi o'rta miyaning qismlari bor. Miya oyoqchalari, to'rt tepalik va suv yo'li. Mana shu joy o'yiqchasi suv yo'li hisoblanadi. Endi bunda ham ikkita vazifa. Demak, birinchisi o'tkazuvchanlik, ikkinchisi reflektor. O'tkazuvchanlik degan tushunarli, demak, nerv impulslarini o'zidan yuqori turuvchi bosh miya qismlariga o'zidan pastdan kelgan nerv impulsini o'tkazib va teskari tepa o'zidan tepada joylashgan qismlardan pastga qarab yo'naltirish vazifasini bajaradi. Demak, skelet muskullarining, mushaklarining tarangligini, nozik harakatlar, ko'rish, eshitish, chamalash reflekslari, yorug'lik tomonga burish va ichki organlar ishini bu o'rta miya, demak, boshqaradi. Bu o'rta miya umuman miya asosini katta miya yarim sharlari boshqaradi. Hozir ularga kelamiz. Oraliq miya, demak, yashil bilan bo'yalgan qismini oraliq miya deyiladi. Bu ichki organlarning ishini muvofiqlashtiradi, modda almashinuvini boshqaradi, to'yish, och qolish, chanqash va tana haroratining doimiyligini ta'minlab berib turadi. Sababi bu joyda talamus, gipotalamus degan qismlar joylashgan. Masalan, talamus bu sezgi a'zolaridan eshitish va ko'rish a'zosidan tashqari sezgi a'zolaridan nerv impulslarini hammasini o'ziga to'plab, demak, birin-ketin ayni shu vaziyatda, shu hodisada birinchi navbatda qaysi, demak, markazga yetkazish kerakligini hal qiladi. Insonning uyqusiga, mm, tetikligiga javob beradigan qism hisoblanadi. Talamus degan, gipotalamus degan qismi bor. Mana shu joyi gipotalamus, buni lazer bilan ko'rsatilgan joyi. Gipotalamus, demak, bu ichki a'zolarning ish faoliyatini boshqaradi. Demak, nervlar yordamida yoki aynan shu nervlari ichki sekretsiya bezlariga ta'sir qilib va ulardan gormonlar ajralib chiqarib, gormonlar keyinchalik ichki a'zolarning ish faoliyatiga ta'sir qilib, demak, butun organizmning ichki a'zolarini boshqarib turadigan qism bor, gipotalamus degan. Bu gipotalamusni man nimaga taqqoslayman? Man, bilasizlar, teatrlarda orkestr bo'ladi. Orkestr u qoq markazida oldida, demak, dirijor bo'ladi. Man gipotalamusni dirijorga taqqoslayman, sababi bu butun orkestrni mana ikkita qo'lidagi tayoqchasi bilan masalan boshqarib turadi. Gipotalamusda ham xuddi shunday ikkita tayoqchasi bor. Buni liberin va statin degan demak, mera mediatorlari bor. Bularni endi ichki sekretsiya bezlarini, gormonlarni o'tgan paytimizda to'xtalib o'tamiz bularga. Shu ikkita tayoqchasi bilan butun
ichki sekretsiya bezlariga ta'sir qilib va u ichki sekretsiya bezlaridan gormonlar ajralib chiqariladi va demak bizni ichki a'zolarimizning ish faoliyatini boshqarib turadi. Demak, judayam muhim bo'lgan qismlar oraliq miyada joylashgan. Imtihon test savollarida bor. Endi keyingisi bu miyacha, mana yashil bilan belgilangan qismi. Bu hayvonlarda judayam yaxshi rivojlangan bo'ladi miyachi, sababi ular demak insonlarga qaraganda tashqi muhitlarda turg'unligi, ya'ni muvozanatni yaxshi saqlaydi va ular tez yuguradi bilasizlar. Insonda bo'lsa bu nimalarni boshqaradi? Mushaklarning tonusini boshqaradi, mushaklarning harakatini boshqaradi. Bu yashil bilan bo'yalgan qismi miyacha. Buning ham ikkita qismi bo'ladi. Bunda ham katta miya yarim shari kabi yarim sharlar bo'ladi. O'ng va chap yarim sharlari bo'lib, mm, chuvalchangsimon qismi bo'lib va qo'l oyog'imiz va tanamizning ichki a'zolarining harakatlanishiga javob beradigan e, markazlar joylashgan miya ichida. Endi bosh miya katta yarim sharlari miya po'stloq qismi deb ham ataydi. Tashqi qavati kulrang moddadan, ichki qavati oq moddadan tashkil topgan. Demak, bosh miya, bosh miyaning mana bo'limi tirqish yordamida ikkita bosh miya yarim sharlariga, ya'ni o'ng va chap bosh miya yarim sharlariga bo'linadi. Endi endi e, qalinligi 2,5–3 millimetr, hujayralarning soni demak bu bosh miya katta yarim sharlarda 14–16 milliardga yaqin bo'ladi. Demak, yuzasi bo'lsa 1600 santimetr e, kvadrat yuzani tashkil qiladi. Endi e, bosh bosh miya katta yarim sharlari quyidagicha farqlanadi. Mana qizil qismi bilan bo'yalgan qismi bu peshona qismi, yashil bilan bo'yalgan qismi bu tepa qismi, va sariq bilan bo'yalgan qismi bu chakka qismi va ko'k bilan bo'yalgan qismi bu ensa qismi hisoblanadi. Mana tagidagi mana 12 bilan belgilangan joy bo'lsa bu miyacha, bu demak miya asosi, ya'ni uzunchoq miya va varoliv ko'priklarini ko'rsak bo'ladi. Peshona bo'lagida 5 ta asosiy markaz joylashgan. Demak, bular harakat analizatori, motor nutq markazi, bosh va ko'zni burish markazi, yozish markazi, harakat koordinatsiyasini demak nazorat qilish markazlari joylashgan peshona qismida. Endi parietal soha, ya'ni tepa sohasida sezgi analizatori, stereognoz markaz, tana qismlarini anglash markazi, praksis markazi, hisoblash markazi va afferent nutq markazi joylashgan. Stereognoz degani nima? Bu demak ko'rish yordamisiz faqat qo'l bilan ushlab ko'rish orqali predmetlarni va ularni fazoviy shaklini taniy olish qobiliyati. Ya'ni buni bolalarda biz qanday aniqlaymiz? Stereognoz markazi, ya'ni peshona qismidagi yaxshi rivojlanganmi yoki rivojlanmaganmi qanday aniqlasak bo'ladi? Bu biz bolani masalan ko'zini bog'laymiz ro'mol bilan deylik, o'ziga ya'ni ko'ziga ko'rsatmasdan qo'liga bitta o'yinchoq ushlatamiz. Hayvonni ushlatamiz misol. Sigirni beramiz qo'liga o'yinchoqni, so'raymiz bu qaysi hayvonni?
qo'li bilan barmoqlari bilan ushlab ko'rib, demak, bu sigirligini topsa, sterognus markaz yaxshi, peshona qismi yaxshi degan. Agar hayvon qaysi hayvonligini topolmayotgan bo'lsa, demak, endi bu ham bolaning yoshiga bog'liq. Hmm, keyin peshona qismida demak patologiyalar sodir bo'layotganligidan bu dalolat bo'lishi mumkin. Demak, u holda shifokorga yuzlanib, nima sababdan bunday bo'layotganligini aniqlashtirish kerak bo'ladi. Praksis markaz, demak, ma'lum bir maqsadga erishish uchun murakkab harakat aktini ma'lum izchizlikda, demak, ketma-ketlikda bajara olish qobiliyati. Ayrim bolalar bor, masalan, zadaniya beradigan bo'lsak, yugurib borib, stakanlarni, masalan, e, aynan qizil stakanlarni yoki bir yashil stakanlarni sakrab yugurib borib, o'ng oyoq, chap oyoq, o'ng oyoq, chap oyoq qilib sakrab yugurib borib, yig'ib kelish kerakligini aytsak, uni u qila olmaydi. Sababi bunaqa murakkab, demak, ishlarda ularning praksis markazi, ya'ni peshona qismiga, shunday harakatlarga javob beradigan markazda o'zgarishlar sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin, yoki hali bola to'liq yetilmagan. Endi chakka bo'lagi markazlarida eshitish, sensor nutq, vestibulyar analizator, hid va ta'm bilish markazi va musqal tovushlarni anglash markazlari joylashgan. Eshitish bu tushunarli, sensor nutq degani demak eshitib turib gapirish. Hmm, demak markazi joylashgan. Buni e, Vernike zonasi deb ataladi. Keyin vestibulyar analizator, ya'ni harakat muvozanatiga javob beradigan markaz joylashgan chakka qismida. Demak, masalan, bolalar, qanday misol keltirsak ekan, masalan, velosiped haydayotgan paytda yoki samokatda uchayotgan paytda u atrofidagi mashinalar yoki boshqa velosipedlar yoki odamlarni anglay olib, va o'zini muvozanatini ushlab harakatlana olishi, bu demak vestibulyar analizatorning ish faoliyati yaxshiligidan dalolat. Hid va ta'm bilish markazi mustaqil musqal tovushlarni anglash markazlari joylashgan. Ho'p. Insa bo'lagi markazida ko'rish, o'qish va optik fazoviy analiz qilish markazlari joylashgan. Endi sindromlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, po'stloq sindromlari, ular masalan afaziyalar. Afaziyani ham turlari bor: motor afaziya, sensor afaziya, amnistik afaziya degan. Afaziya nima u? Demak, bu nutq markazining zararlanishidan sodir bo'ladigan, demak, nutq buzilish turlari hisoblanadi. Masalan, motor afaziyada gapirishda qiynaladi, lekin u gaplarni tushunadi. Sensor afaziyada, masalan, o'zining va boshqalarning gaplarini tushunadi. Tushunishda, demak, qiynaladi. Ya'ni eshitishi sal no'noqroq bo'ladi. Demak, tushuna olmaydi gaplarni insonlar. Amnistik afaziyada bu, demak, narsalarning, ya'ni predmetlarning nomini eslay olmaydi, lekin suhbatlashishi mumkin. Yani semantik afaziya degani, demak, bunda kompleks fikrlarni, grammatik tuzilmalarni tushunishda qiyinlashadi. Endi buni kelib chiqish sabablari juda ham xilma-xil. Bu bosh miya jarohatlari yoki o'simtalar miyada yoki miyaning yallig'lanishi yoki insult bo'lishi mumkin. Demak, har xil sabablari farqlanadi afaziyada. Endi agrafiya bu, demak, yozish bilan, demak, patologiyasi hisoblanadi yozishning. Demak, mayda motorikalarning rivojlanishi sust holatda bo'lishi mumkin. Endi keyingi patologiya bu
Aleksiya. Aleksiya nima u? Demak, o'qishning buzilishi. Avval demak o'qishni bilardi, lekin qandaydir bir ta'sirlar natijasida yoki kasalliklar natijasida yoki travma bo'ladimi, o'qishning yo'qolishi. Buni aleksiya deb nomlanadi. Endi akalkuliya bo'ladigan bo'lsa, demak u mayda nima arifmetik demak masalalarni yechishda qiynaladi. Demak, ular masalan 6 bilan 9 ni farqlay olmasligi mumkin yoki bir 2 bilan 2 ni qo'sha olmasligi mumkin bir-biriga. Endi bu endi buning ham nimalari e, sabablari xilma-xil. Ko'pincha travma yoki kasalliklardan keyin kuzatilishi mumkin. Akalkuliya. Masalan, bu hisoblash qobiliyatlarining buzilishi bo'lib, miyaning ma'lum qismlari shikastlanishi oqibatida jarohat, qonayin quyilishi yoki o'smalarda paydo bo'ladi. Akalkuliya bilan og'rigan odamlarda arifmetik amallarni bajarish qiyin bo'ladi, raqam va sonlarni adashtirib qo'yadi. Shuningdek, son tushunchalarni anglashda muammolar yuzaga keladi. Aleksiya, masalan, bu nevrologik buzilish bo'lib, unda odam o'qish qobiliyatini yo'qotadi yoki yozma matnni tushuna olmaydi, garchi nutq normal saqlangan bo'lsa ham. Afaziya bu miyaning mahalliy ish faoliyati buzilishlari bilan bog'liq holda oldin rivojlangan nutqning to'liq yoki qisman yo'qolishi bilan xarakterlanadi. Endi peshona sohasi sindromlariga keladigan bo'lsak, bu monoparez va gemiparezlar o'zi birinchi navbatda biz parez degan o'zi nimaligini bilib olishimiz kerak. Bu parez demak qisman harakatning, ya'ni muskul harakatining yo'qolishi bilan bog'liq bo'lgan holat. Endi mono bo'ladigan bo'lsa, demak bir degani mono degani bitta tananing bir qismi, gemi bo'ladigan bo'lsa tananing yarmi bilan demak harakatning cheklanishi bilan namoyon bo'lgan bo'lishi mumkin. Peshona psixikasi, motor afaziya, agrafiya, nigoh falachi, astaziya va abaziya holatlari bo'lishi mumkin. Masalan, monoparezda bitta qo'lning demak harakati cheklangan, gemiparezda yarmi, paraparezda demak ikkita oyoq yoki ikkita qo'l ham bo'lishi mumkin. Tetraparezda butun tananing demak muskul tizimining harakati cheklangan. Parietal ya'ni tepa sohasi sindromlarida monoanesteziya va gemianesteziya. Monoanesteziya demak boyagi monoparezga yaqin. Monoparez endi harakatlarning cheklanishi bo'ladigan bo'lsa, monoanesteziyada sezgining yo'qolishi. Astrigneziya, anazigneziya, autotopagneziya, apraksiya, aleksiya, akalkuliyalar farqlanadi. Masalan, astrigneziya degani bu demak nevrologik buzilish. Unda odam ko'rish qobiliyati saqlangan va boshqa hissiy funksiyalar normal bo'lsa-da, predmetlarni qo'l bilan ushlab ko'rish orqali tanish va aniqlash imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Anazigneziyada bu holatda odam o'z kasalligini yoki nuqsonini anglamaydi, uni inkor etadi yoki unga tanqidiy baho bermaydi. Autotopognoziyada demak bu somatognoziyaning demak tana sxemasining buzilishi bo'lib, unda odam o'z tanasining qismlarini va ularning fazoviy joylashishini anglay olmaydi. Qiyinchiliklar yuzaga keladi anglashda. Masalan, astrigneziya degani boya buni aytib o'tdik. Strigneziya degani demak ko'zlarni yumgan holatda qo'liga o'yinchoq bersak, masalan, bola nimaligini bilishi kerak. Yani bilmayotgan bo'lsa, demak ko'zi ochiq holatda ham astrigneziya deb nomlanadi. Endi chakka sohasi e, zararlanish belgilari bu sensor afaziya, fonematik eshitishning buzilishi, hidlov ta'm bilish gallyutsinatsiyalari, amuziyalar, chakka epilepsiyasi va emotsional
buzilishlar kuzatilishi mumkin. Endi amuziya degan nima? Shuni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu e, masalan tovushlarni qabul qilish, tushunish yoki qo'shiqlarni, muzikalarni tushunish qobiliyati, demak, yo'qolishi bilan namoyon bo'ladigan e, kasallik. Endi ensa sohasi saralanish belgilari bu kvadrangeminopsiya, ko'ruv agnoziyasi, otopsiyalar, demak, metamorfopsiya, mikropsiya, makropsiya qata malalar demak kuzatilishi mumkin. Endi gimenopsiya degani demak, manimcha keyingi slaydlarda bormi? Ko'rish maydonining yarmi yoki ma'lum qismi yo'qolishi bo'lib, u yuqori, quyi, o'ng yoki chap qismida ko'rish maydonining tushib qolishi ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Demak, siz bolaga masalan daftarni ko'rsatyapsiz, u daftarni yarmi bilan ko'rayotgan bo'lsa yoki daraxtning yarmi bilan, uyni yarmi bilan ko'rayotgan bo'lsa, demak, bu holatni gimenopsiya deb nomlanadi. Fotopsiya bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rish simptomi bo'lib, unda odam tashqi yorug'lik manbasiz ham ko'rish maydonida chaqnoqlar, uchqunlar, chaqmoqlar yoki yorug'lik dog'larini ko'rishiga aytiladi. Metamorfopsiya bu demak haqiqiy obyektlarning shakli, o'lchami, rangi yoki harakatini buzib ko'rish bilan xarakterlanadigan ko'rish buzilishi. Skatoma degani bu demak ko'rish buzilishi bo'lib, u ko'rish maydonida ko'r dog'lar sohalari, manfiy skatoma yoki yorug' dog'lar, chaqnoqlar, musbat skatomalar ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin, vaqtinchalik yoki doimiy bo'lishi ham mumkin. Endi miyacha buzilishida sodir bo'ladigan kasalliklarga masalan asteniyalanish holati, ataksiya, chayqatilib yurish holati, astaziya demak tik tura olmaslik, o'zini orqaga tashlash, masalan abaziyalar ham demak harakatlar bilan bog'liq holatda yuzaga keladigan miyacha e, zararlanish kasali, ya'ni harakatning yo'qolishi bilan sodir bo'ladigan va muvozanatni ushlab turolmaydigan kasalliklar. Endi nutq buzilishlariga motor afaziya, sensor afaziya, amnistik afaziya, semantik afaziya, ularni yuqorida ko'rib chiqdik. Dizartriya, mutizm, skandinavlashgan nutq duduqlanishlar demak kiradi. Xotira buzilish turlari, ularga demak Korsakov amneziyasi kiradi. Demak, keyin retrograd amneziya, antiretrograd amneziya degan turlari bor va avval ko'rgan yoki hech qachon ko'rmagan fenomeni bo'lishi mumkin, konfabulyatsiya bo'lishi mumkin. Demak, bularni hammasi demak bosh miya zararlanishi bilan namoyon bo'ladigan holatlar. Endi masalan antiretrograd amneziya degan xotiraning buzilishi sodir bo'ladigan hodisa bor. Bunda demak yangi hodisalarni yoki ma'lumotlarni eslab qololmaslik, buni anti-retrograd amneziya deydi. Retrograd amneziya bo'ladigan bo'lsa, demak, masalan, deylik, inson avariyaga tushdi. Avariyadan uyg'ondi, komadan uyg'ondi deylik, masalan. Komadan uyg'onib bo'lgandan keyingi bo'lgan voqealarni eslolmayotgan bo'lsa, masalan, ertalab uyg'ondi, ertalab do'stisi keldi, uni ko'rib ketdi, kechki paytda falonchi do'stim kelmadiku mani ko'rishga degan paytda u ertalab kelgandiku deb aytsangiz, masalan, uni eslolmay turadi. Buni demak anti-retrograd amneziya deydi. Endi mana travmadan keyin yoki kasallikdan keyin deylik uyg'onib, sodir bo'layotgan hodisalarni eslab qolayotgan bo'lib turib, lekin travmagacha bo'lgan hodisani eslay olmayotgan bo'lsa, masalan, buni retrograd
amneziya deb atadi. Endi amnistik demak, buzilishlar bo'lishi mumkin. Amnistik dezorientatsiya degan tushuncha bor. Bunda demak kasal shaxs demak qayerdaligini, soat nechiligini, qaysi kun ekanligini, qaysi sana ekanligini umuman demak tushunmaydi. Buni amnistik dezorientatsiya deb nomlanadi. Endi konfabulyatsiya deganni ham ko'rgandik hozir yuqorida. Demak, konfabulyatsiyada ili nima bo'ladi? Mana eslab nima bo'lib o'tgan hodisalarning qaysidir bir qismini eslab qolgan, qaysidir bir qismini eslab qololmaydi. Va e, shu eslay olmagan qismi yoki eslab qolgan qismini judayam mana o'ziga to'g'ri deb hisoblaydi. Endi apatiya degan holatni ko'rgandik. Endi bunda nima deydi, bir harakatsiz, lanj holati bilan namoyon bo'ladigan belgi. Eyforiyalar ham bo'lishi mumkin, apatiya. Eyforiya bilan almashinib kelishi ham mumkin. Demak, tafakkurning buzilishlariga keladigan bo'lsak, bu oligofreniya, demensiyalar, idiotiya va debillik, ya'ni hammasida aqliy zaiflik bilan namoyon bo'ladigan kasalliklar va buzilish turlari hisoblanadi. Endi apraksiyalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu demak motor apraksiya bo'lishi mumkin, idiator apraksiya ham bo'lishi mumkin, konstruktiv apraksiya bo'lishi mumkin. O'zi apraksiya degan nima? Bu demak bunda ham bosh miyaning zaharlanishi natijasida demak kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Demak, shaxsda, insonda istagi yoki imkoni bo'lishiga qaramay, maqsadga yo'naltirilgan murakkab harakatlarni amalga oshira olmaslik kuzatiladi. Demak, bunda ko'pincha mushak kuchi yoki koordinatsiyalarda muammolar yo'q, balki demak murakkab harakatlarda, rejali harakatlarda ko'pincha qiyinchiliklar bilan namoyon bo'ladi. Masalan, motor apraksiyani yana kinetik apraksiya deb ham nomlanadi. Demak, harakatlarni birin-ketin amalga oshira olmaslik muammosi sodir bo'ladi. Bunda biror bir harakatni bir xilda yoki birlashtira olmaslik bilan namoyon bo'lishi. Idiator apraksiyada bunda buni yana regulyator apraksiya deb ham nomlanadi. Demak, kompleks harakatlarning rejasi tuzishda muammolar sodir bo'ladi. Konstruktiv apraksiyada demak harakatlarni amalga oshirishda koordinatsiyada muammo bo'lib sodir bo'ladi. Bundan keyin yana kinestetik apraksiya ham bor, ya'ni afferent apraksiya deb nomlanadi bu. Harakatni sezish va nazorat qilishda muammolar yuzaga keladi. Demak, masalan, harakat qilayotgan paytda qo'llarni seza olmaslik sodir bo'lishi mumkin. Endi bularning sabablari bosh miya jarohatlari, insult, bosh miyada qon aylanishining buzilishi, demak sabablari bo'lib hisoblanadi. Endi bosh miyadan chiqadigan 12 ta juft nerv bor. Masalan, bular rim harflari bilan belgilanadi. 1dan 12gacha. Birinchisi demak Hidblu nervi deb ataladi. Nervus olfactorius, ikkinchisi nervus opticus, ko'ruv nervi. Uchinchisi ko'zni harakatga keltiruvchi nerv, nervus oculomotorius deb nomlanadi. To'rtinchisi g'altak nervi, nervus trigeminus, trachearis. Beshinchisi uch shoxli nerv, nervus trigeminus deb nomlanadi. Oltinchisi ko'zni uzoqlashtiruvchi nerv, nervus abducens. 7 nervus facialis, yuz nervi, dahliz chig'anoq yoki eshituv muvozanat nervini. 8-juft nerv, nervus vestibulocochlearis, til halqum nervi.
to'qqizinchi demak nervus glossopharyngeus, 10 nervus vagus adashgan nerv, 11 nervus accessoris qo'shimcha nerv, 12 nervus hypoglossus til osti nervi deb nomlanadi. Xullasi, mana shu 12tasining 11tasi bo'yin, yuz va bosh sohasidagi muskullarni, a'zolarni ish faoliyatini boshqarsa, bittasi nervus vagus atashgan nerv ichki a'zolarning ish faoliyatini boshqarib, ularning hammasi miya asosidan chiqadi. Endi miya yarim shari, oraliq miya, o'rta miya, miya ko'prigi, miyacha ko'k bilan bo'yalgan qismi va yashil bilan bo'yalgan qismini uzunchoq miya deyiladi.